Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan biz yangi videoda ko'rishib turibmiz. Yangi videomiz va yangi sayt haqida bo'lib o'tadi. Sizlarga foydali bo'ladigan sayt va yaxshigina foyda olib keladigan sayt bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda saytdan ro'yxatdan o'tish oynasini men sizlarga tushuntirib, ko'rsatib o'tmoqchiman. Juda ham qiziqarli bo'lgan sayt do'stlar. Sizlar ham yaxshigina summani bu saytda ishlab borishlaringiz mumkin bo'ladi. Sayt manzilini men kommentariy va opisaniyada qoldiraman. Ro'yxatdan o'tish uchun bu yerdagi registratsiya bo'limini bosamiz. Bizga 4 xil oyna ochiladi. Birinchi bo'lib bu yerda elektronik pochtani kiritamiz, keyin ikkita bir xil bo'lgan parol, kod o'zi chiqadi yoki kommentariyda qoldiraman. Va bu yerdagi mana kichkina tarafdagina bu katta tarafga o'zlaringiz yozib, bu yerdagi zaregistratsiya bo'limini bossangiz, siz saytdan ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Men hozir o'z profilimga kiraman va sayt haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni tushuntirib o'taman. Saytga ro'yxatdan kirib olganlaringizdan keyin xuddi shunaqa sayt haqidagi batafsil ma'lumotlar chiqadi. Следующий bo'limini bosib, keyingi bo'limlar haqida batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin va bu joyni ustini bir marta bosasiz. Va bu joyda pastga tushganingiz sari VIP daraja, masalan, siz bu joydagi $10 sarmoya kiritsangiz, bu joydagi $342 ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ustini bir marta bossangiz, mana bu joyda esa batafsil ma'lumotlarni ko'rsatib o'tadi. $15, $5000, $1500 va bu joyda eng kattasi, bu joyda mana $10. Kuniga 19% dan 180 kun. Shunda do'stlar, 300 qanchayam dollar ishlashingiz mumkin bo'ladi. Keyingi darajamiz esa 60 USDT ekan, 20%. Kuniga 180 kun sizlarga sof foyda olib keladi. Bu juda ham yaxshi. Uni Project degan joydan tanishib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu joydagi pullarni ishlab olishingiz uchun bu joydagi перезарядка ustini bir marta bosamiz va bizga 5 xil hamyon beriladi. Bu hamyonlarning orasidan bizga TRK20 adres qulay bo'lgani uchun TRK20 adresini ustini bir marta bosib olamiz. Va bizga xuddi shunaqa skaner adres va copyright qilish uchun link beriladi. Copyright qilib olasiz. Minimalka pul kiritish $2 ekan va saytga bir necha daqiqalar ichida pullaringiz yetib keladi. Bu yerda copyright qilib olasiz. Xohlagan ijtimoiy tarmoqdagi Binance, Perfect Money, Trust valyutalari bilan sarmoyalaringizni bemalol chiqarib kiritib olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu joydagi Money degan joyning ustini bir marta bossangiz, bu joydagi saytning asosiy oynasi va ko'rinadi. Project degan joyning ustini bir marta bosamiz va $10 sarmoya mavjud. Hozir bu joydagi investitsiya sechasini ustini bir marta bosib, biz $10 ga sarmoya kiritib olishni ko'rsatib o'taman. Atigi $10 evaziga va bu joydagi mana ko'rishingiz mumkin. Investitsiya sechasini ustini bir marta bosamiz. Пожалуйста, выводный summa ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bir marta orqaga qaytamiz va Dom degan joyning ustini bir marta bosamiz va bu joydagi Space Projectning ustini bir marta bosib ko'ramiz do'stlar. Shundan keyin bizning balansimizga pullar berilishi kerak bo'ladi do'stlar. Juda ham qiziqarli bo'lgan sayt. Bu yerdagi maktubni ustini bir marta bosib, sayt haqidagi batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Sarmoya kiritilgan pullaringizni va sarmoya chiqarib olgan pullaringizni mana bu yerdagi zaregistratsiya успешно pul chiqarib olgan pullarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Juda ham qiziqarli bo'lgan sayt. Bu joydan ustini bir marta bosamiz. Nimagadir xato ketyapti do'stlar. Hozir ko'ramiz. Bu joydagi investitsiya сейчас покупок va bu joydagi chiqarib olmoqchi bo'lgan summani ham 1.9 deb yozib ko'raylik va invest proyektni minimalka $10 deyapti. Ko'ramiz hozir bu joyda $10 deb yozib ko'ramiz va bir marta bu joydagi investitsiya sechasini bir marta bosamiz. Aytgancha pastda mana успешный bo'ldi. Zo'r do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Arjaniyada turibdi va mana $10 sarmoya kiritdim. Kuniga 19%, 180 kun davomida 342% dan men pullarni ko'paytirib olishim mumkin bo'ladi. Orqaga qaytamiz. Bu yerdagi Dom degan joyning ustini bir marta bosamiz va men bugungi hozirgining o'zidan dohodimni olishim mumkin bo'lar ekan, $1.90 va 22 soat 24 daqiqadan keyin balansimіздagi pullarni yana ishlab olishim mumkin bo'ladi. Endi ishlab olgan pullardan bu yerdagi Отзывать degan joyning ustini bir marta bosib, chiqarib olish eng muhim joyga yetib keldik. Va bu joyda chiqarib olish uchun BEP20 va TRK20 bilan sarmoyalaringizni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. TRK20 da mana ko'rishingiz mumkin. Minimalka chiqarish $20 atrofida. Shuning uchun biz BEP20 ga sarmoyalarni chiqaramiz. Hozir men Binance hamyon manzilini olishni ko'rsatib o'taman. Uning uchun bizga albatta Binance hamyoni kerak bo'ladi. Va do'stlar, bu joydagi Active degan joyning ustini bir marta bosamiz va bizning balansimizda $38 mavjud. Bu joydagi Viotning ustini bir marta bosamiz va buning orasidan biz BEP20 USDT, mana Historia degan joydan USDT va USDTlarning orasidan BEP20 USDTdan copyright qilib olamiz. Copyright qilib oldik. Endi biz saytga qaytamiz. Saytga
Qaytib olganimizdan keyin adres Vivod degan joyga albatta bu joydagi copyright qilib olganmiz. Binance hamyon manzilimizda olib kelib qo'ydik va bu joydagi summani 1.9 deb yozib olamiz. Parol albatta men ro'yxatdan o'tgandagi parolni kiritaman. Hamma narsa o'z joyida. Endi biz bu joydagi подтверждать ustini bir marta bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, joyida bizga успешно bo'ldi. Orqaga qaytamiz. Endi biz bu joydagi "Мне" degan joyni ustini bir marta bosib, "Финансовые записи" degan joydan mana ishlab borgan $10 sarmoya kiritilgan $10 va bu joydagi ishlab borgan $1.9 va uni chiqarib olganimni ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa endi biz balansimizga pullar yetib kelguncha komanda degan joydan sizlarga sarmoyasiz pul ishlash yo'llarini ham ko'rsatib o'taman. Referalniy kod, referalniy link beriladi, copyright qilib olasiz. Birinchi darajali do'stingiz uchun 8%, ikkinchi darajali do'stingiz uchun 3%, uchinchi darajali do'stingiz uchun esa 1% va bu joyda statistikalar bilan tanishib olishingiz mumkin bo'ladi. Qisqasi xuddi shunaqa, boshqa tushuntiradigan joyi yo'q. Bu joydagi "Загрузка приложениясini" ustonovka bir marta bosib olishingiz mumkin, ustonovka qilib olishingiz mumkin. Oxirgi marta pul chiqarib olayotgan do'stlarimiz va bu joydagi videosi pastda Google, Microsoft, Amazon, OpenAIlarning hamkorlik dasturidir. Endi biz Binance hamyoniga o'tib ko'raylik do'stlar va Binance hamyonida $38 mavjud edi. Hozir yangilaymiz. Birinchi soniyalar kutamiz va bir marta Binance hamyonimizni yangilab ko'ramiz va bizning balansimizda esa $40 dan ziyod pul bo'lishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa komissiyasiz bizning balansimizga pullar yetib keldi. 100% ishonchli va juda ham yaxshi ishlab kelayotgan saytimiz. Bu sayt manzilini kommentariy va описаниеda qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib, sizlar ham ishlab borishingiz mumkin.